Onajonim kuyovingiz bormi? Bor, Xudoga shukr, alhamdulillah. Qani, hozir kuyovingizga telefon qilib, "Kuyojonim, meni kartang srochli 500 ming so'm tashlab berasizmi?" deb aytib bera olasizmi? Aytaveraman. Ketdi-da, boshlaymiz. Alo. Alo. Shohidbek, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Shohidbek, iloyim qizim bilan baxtli bo'y. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Shohidbek, bitta iltimos bor edi-da. Aha. Kartamga bir 100 dollar tashlab yuboralasizmi? Zarur bo'lib qoladi-da. 100 dollar. Ha. Srochni. Hozir men uydaman-da. Ha. Ko'chaga chiqib tashlab yuboralasizmi? Ko'chaga? Ha. Paynetdanmi? Bo'ldi ya. Bo'pti, rahmat. Asosiysi yo'q demadilar. Yo'q dem- Shunaqa kuyov xohlaganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Srochni bosmasanglar bo'lmaydi, shu onajonimning hurmati ham bosmasanglar bo'lmaydi. Like bilan podpiskani ayamasdan bosib urasizlar. Joninglar sog' bo'lsin, onajonim. Ishtirok uchun rahmat.